Ohoy, balılar kepti. Merhaba ballarım, tamak pişti. Orasılap seherde hemminizni uyg'otdi, hemminizni uyg'otdi. Dadam opam mehribon, behmu yaxshi mijazi, behmu yaxshi mijazi. Biz baxtiyor aile. Balılarning opsi qaymoq chayga bak pista, hammadan bak o'xshaydi. Albatta o'xshaydi. Bolalarning g'amisi go'yochiver bag'atdek hammamizga yaraydi. Albatta yaraydi. Biz shodiman oila. Dadam evi tog'dek ochiq yaman, opam ko'k hamma mehribon. Dadam opam yo'q chog'da uyni qilamiz rosa, qilamiz rosa iymon. Hey, hoş kepsiz ballarınıza. Umma kızım Şadiye, kepsiz oğlum İlgarcan. Soğuşupla yürüydü, yetişalmay her günü, yetişalmay her günü. Arslanı qilishmas, ishtirib da yuriydi. Aman akıl kapıdı, çoğ buludu bir günü, çoğ buludu bir günü. Aman akıl kapıdı, çoğ buludu bir günü, çoğ buludu bir günü. Biz bahtiyar aile. Vay balam, vay balam. Ya Allah, ala. Ana ayak tutup koydum. Manga. Estağfurullah. Hiç nimçan tutamay manga. Koyamaya ha, koya. Vay ne görüp geldin la? Recep bir kol gittin la? Vay ne vardım. Çocuğu etipireyimkin dep. Tüyülük teya çocuğu olsa ekre dep çıksam. Paşa kaçam fıçırap kaldın ha. Her birimizge bir talgın çocuğu sepemekçim ha? Vay biz asli 1 kilo ağan. Paşaxanaga ayol opamla quchoqlashib ko'rishman va hamma tugayapti. Şu. Göçkimi şergen olmaydigan bu zamanda özanlık sağlamam tamakını. Öyde oturup ecir kılıp etken tamakı nemiydi da? Ay, muş aldıraçlıkta adam yetiş bulamazsa oturup çocuğu tükünlerde çola. Siz buramı aldıraçtığına suçadım yetişken emige. Hey. Bomması bugün oğlaş sırtık çıkıp yap kremdik ya. Ashta qilaychi da necha kun bo'ldi go teshik chiqib tomoq yemgili. Sırtı çıkıp tamak yap kılsak koy yakşı olurdu. Lekin biz kündü sırtı çıkıp tamak yediğin A seviyege tehi yetmedik. Ay, bu degen ağzımı o toğra. Tamakını öyde essek öyünün berkit oludu. Oğlaş oturup yesek tamakını ısık basa diken. To'g'ri. Fırt bir vaqt tamoq yeganim pulg'ichi o'zi bir oy tamoq yeganim bo'ldi. Neyini aşpazlar sizlik tamoq yetamaydi apa shugu? O'tdan. Minen çiçen toşkunum. Oldu. Hemşireler var, ne geplerini? Ben itey. Mana. Ne açayı? Assalomu Oy, aleykümselam. Qani? Oy, miyaglar. Oy, Vay, ha, assalamu alaikum. alaykum assalom. Bu kishi hozir o'xshamamda. İsmi Muzaffer. Muzaffar. Voy Muzaffar. Men sizning nomingizni bek anglagan. Hali doniq yozuvchi, doniq shoir, kitob yozadi, kino yozadi deydi-ku. Senaryo. Ha, shuni yozdi deydi. Men bekchik anglab ketdim. Oxir ko'rishgunizda.
Ma kızım, mantı tiptiki kaan mantısı. Mana, sizler bir ağız digemdeki de. Oy bu Allah. Ağırlatınız. Ağrımay kıyasız mantık iyilik paşa kaçı. çiçeği, çip getmez. Eskisi yok eskisi yok. Ben çıkayım. Oy. Rahmet, ben çıkayım. Ya ma bomba da kızım kaçı söyleme. Yakın. Ben çıkayım. Ma öyle körüp aldım. Ben patlat kırıp durmam. Allah kurup çıkamsın bu sattı. Allah. Çay içip Acep kızık xotinkina bu. Bizni osh qoldinglarmikina bu mardlar acep qiziqkina. Kimde kızık ya kızım? Kim bildi dahi o'zlari itib, yeb, unga eshib qolgan tomoqlarni to'kib o'tish xo'shaqmay bizga olib kirdimi dahi. Kızım. Jiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shni a'lo degan gap bor. Ben kolum hoşlanıcı, özara tamak sunuş, özara bir-biri bilen inak ittifak ötüş, bir-birinin kıyınçılığa yardım beriş, bizning almasaqdan kelyapgan esil örf odatlarimizning biri. Ari. Ayni bunda. Ha. Shu bizdan burun qo'shnilarimiz salom qo'yib kelsa salom qilmay o'tibdi. Shunaqa-da. Şuңacha balam. Bizim udulda qo'shnimizning ismini bilinmay bu yerga ko'chib keldik-ku. Tonimaydigan odamga salom qilishmi bekkat turtgadi-da. Kızım, biz mayli toniyli, tonimayli, kichiklarning cho'nglarga salom qilishi bizning esil an'analarimizning biri. Chumiliginida bir-birlar uchrasa salom qilib mangdi emasmi? Assalom. Ve aleyküm esselam. Oy! Vay, Paşa, paşa. çıkın kırıverdim bu. Daha yaxşı. Vallahi sırf çıkartgan. Ha. Yapmay çıktı da oynağa çıktı. Tahsin ile olay dep kırıptı. Şadiye? Ben paşa kaçam taksine çıkıp bargan kızım. Qani, juhur o'tgan paşa kaçam. Oldu. Ko'nglimdagini desem, siz mening aşı ölüp ketgan singlimga bekli o'xshaydi ekansiz. Umringiz o'xshamasin singlim. Voy mening singlim. Voy mening qanatim singlim. Bo'ldi, qanday qilamiz? Bak singlim. Yamanlarning ko'zlik ketgan singlim. Paşa kaçam. Bakın bana demezme. Vay çıraylıksın lan. Güzel çıraylıksın. Sevrik kılın. Kimdi o? Assalamu alaikum. Vay memba. Bak lazım çıkın ha. Bana geldim. Bana. Tuva. Oy. Qo'sa qashdi jon qashdi. Ko'krak ketdi. Qo'sa qashdi jon qashdi. Abba! Tavuğuz kaçıp pişirdi. Bana koşuna içki. Ben çay Bir de yan qo'sqi var. Şimdi lekin ko'krak ketdi. Shunda mı? Nacaş. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Dadamiz. Dada mehmon geldi. Bak kiram. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sayr qiling. Hammamizning beshida bor emasmi? Assalomu alaykum. Alaykumulloh. Sabr qilaylar. Hammamizning beshida bor emasmi? Kiraman. Uyga bir muncha qor kiyim kiygan odamlar kirib ketdi. Mayli biroz o'ylab ketdimki. Hey, menimcha bir bo'lsa bir bo'lsa ayol o'ylab ketganga. Shu-ku. Natki yo'qli bir gapni qilding-ku. Men taxminimda deydi debdim-a. Bor gap-ku bu. Yo, alhamdulillah.
Gelmeyin valla. Qani. Ağaç oturlu. Hamma tez turibsizlar. Xotin çay Saniye singlim. Baştaki qizil yog'liq bilan ko'ylakni almashtirasiniz bo'pti. To'g'ri. Bu Afrika. Osiba ish emasmi? Bilanmi hurmati bo'lsin. Sizmi kiyimingizni almashtirib olsangiz bo'pti. Ha, ma'qul, ma'qul. Necha yoshda bo'lg'aydi? Men bilmadim. Endi Muzaffar akam 45 yilda bor deymi? Sanasi bo'lgani shu 36-37 bor bo'g'aydi. Yoshganda. Og'rib tugab ketgan bu da. Voy singlim, voy singlim, voy singlim, voy singlim. Hay, bo'ldi qilinglar. Yetim qoldi singlim. Men chidadim singlim. Bo'ldi. Aman qarang, endi qanday qilamiz? Hammamizdan beshida bor ekan, qanday qilamiz? Sabr qiling. Onimdan bir ichilib qolsin. Bo'ldi. Balalarım yetim qoldi singlim. Voy singlim. Voy chiroyli singlim. Baxtinom, sabr qilsizlar. Sabr qilsizlar, bo'ldi. Sabr qilsizlar. Bo'ldi qilinglar, sabr qilinglar. Yig'lab versanglar, meyitdan rozi bo'lmagandek bo'lib qolsizlar. Ukam Muzaffar, Ha? Xo'sh. singilcha jut qazo qilganmi? Ha. Shu buga atdigan o'li yig'zorni anglab, qoradiki, oqi binodiki yo'q, qo'lim qo'shlar o'ylardi, ba'larga bir aqor uqtira oldim. Ondan keyin masjidga chiqib bo'lmay qoldim, jamoatga bir xabar qilib qo'y desam. Şuna muş binada bağ kulum koşulduğumun neçimizli bağ gelmez. Şuna sadirkan bilen Taj Kaçam'dan başlaplam. Baldırak berip kirip gibi. Üç kişi olsa ya o deyişkeş. Pətlep çıkıldı hep kirgen. Jig'zor ne? Bu Kisellelen tüyep gitti mi ya ki adisi bilen? O şu keselti. Uğrama texnim kesildi. Yoshurun yürek kesildi deganda qilgan ha? Allah müşürek kisel. Müşürek kiseldi. Can Yürek kesildigini kesildi sizlar. burnun tat bilemdinla ya ki Ya o saqmsaqdi. Biz hech qanday kesiladi emasdi. Keyin shu doktorxonaga olib borsak, yoshurun yürek kesildi dedi, keyin shu o'lib ketgan. Yatqa ver cennet olsun. Ufkam 40 nazirsini kaçanlık tayyorlab qo'ysizlar. Necha nazarsa? 40 nazirsi. bu 40 nazirsini bir diga vaqt bo'lmagan ma dexe? Voy bu to'g'ri. O sonimizningki yil nazarsini berib qo'yganimi? 5 yil oldi hozir. Nima? 5 yil? Erkinjon, nima ish bu? Na ishini qo'yib, onda xabar qilamiz. Voy ya bu erkakki qizlari kimniki nimasi? Oye, bir yerda sal o'xshamaslik bo'lib qolgan o'xshaydi. Atigandan ma'lum komitetdagi pasha qachon bizdan ahvol so'rab yo'qlab kiribdi-ku. Shu meni ko'rib tugab ketgan sonsi esi kelib qoldi o'g'ay. Shuni Oye. Onda qilmashmagan. Shu ishni qo'yib aldaqin, onda xabar qilamiz. Bo'pti xotin, bo'pti. Xo'sh bana bilan Ufkam Muzaffarning uyini patilib oldik. Bu shunday yaxshi bo'ldi. Chunki so'yatmasini chaqirib eklanmaydi. Xotin, qachdi. O'xshib bo'ladi. Yo'q. Uning ayirib kiramiz. Rahmat. Çay demlay bosh. Rahmat. Amin. Siz şu daim işte aldıraqsan, iğlan bir yo'q işte qilib yuramiz har vaqt. Ben nima qilmay uni? Ulan bir kirganda deb Beni ko'rganki kelasizlar. Bak. Voy, kalach qilib qopti, kalach. Bo'ldi da'vasi. Ma'qul. ma'qul. Nima qilayim, qanchalik bu xotin? Kim o? Ha? Ya, o'lim bo'g'o emas. Voy, nima tashib qolsangiz? Sen turmab tur. Voy. Tas qoldi-ku. Met yo'q, azda qo'yilib qoldi. Voy, uni bir deyman, tova. Mika bir mu yig'lab oldim yolg'ondan.
Yaslım kızık gelse. Biz jıglap boş egiş biz jıglap boldu gelsin Michel'dan. Sat durmamdı, ne qarab o'tasınız. Yanılıkı pətlib kirgelemesdi. Kim durma. Ben kirip işimle kılıyorum. Mana. Arkadaşlar yaxşımı? Yaxshimi jigit, Bu eglek çıkıp tekkendek. Ettigen ben taksi kırıp unutulup kaptım. Ay balam. Juro qani Qani qani. Kaç lira olacak mı? Maqıl. Uyinga kira o'g'lim. Qani pasha hacha qani. Boptu. Birden mi oldu şeydi? Juro. Ey shukur o'tibdi. Vay oldu. Hemşehriyle oturayım. Ay. Bo'ldi. Çay quyma bo'ldi. Hozir demlagan qizsiq choy bir berishdi. Berib qolgansiz. Mushu aylikam tutda ishlar bekchiq. O'g'limning uyg'onishiga yordam qilay desam, faqat vaqtim yo'q. Hey, vaqtim chiqqanda saviyam bekdi. Ma yo'ldoshim kitobxonari o'g'ini bilan qo'saqdik umash tayiliq. Shoma o'g'lim har kun sizlarning o'g'linglar bilan bir uyg'onish qilsa, ozroq foydasi tegamdiki deyman go. Voy bo'ldi, xotirjam bo'ling. O'g'lim bilan birga qilsin. Qolgan uqamagan yerlar bo'lsa, men tekrar. Voy, bek yaxshi oldi chima. Bek yaxshi oldi. Shadiya, Ha, opa. qizim ma pasha hacamdan taksini chiq. Ha, ma'qul. Raskomitetning ishlarim bek ko'p, a? Ha, keldi bekchiq. Voy, xudo. Opam shuni. Voy qizim, taqsim quruq chiqmaymizmi? Tomoq akiragan taqsi deganda unda quruq bermaymiz, satoludi. Novat bulamdi, qan bulamdi, ya bo'lmasa pechin perani kulamdi, qarang, donat qo'ygan. Hey İlhan, apam dadamla pek yaxshi yozuvchi deydi. Dadam bana birer cho'chak hizmet soptiken. Bo'ldi. Lekin dadamdan vaqt yetmasinki. Ma cho'chak kitobni sana biray. Dadamni ağartmaylı deyine. Apam buna kitapni kömel eliyordu. Nasıl bir şey bakmam sen? Yolvaz, uzun qaytmaz. Yigit sözdeyim. Voy to'lpot buni. Yigit so'zdan deb ketgan. Çalmağına çalanmayız qalınga. Vay çalım gitar çalımı demeyin. Bana berip olmuşunu çalacağım. Nima bo'ldi? Ocak ütülüp kanayım. Nima bo'ldi? Apama bulamdı. Ha, bo'ldi. Voy, bo'ldi. Bo'ldi, bering aytma. Gidib olay. Bo'ldi. Voy, bu oshxonalaringiz ochib yo'qoygina. Bo'ldi. Voy, men yig'ishtirib bersam bo'g'idekchimi? Yo'q, biz asta-asta qilib olamiz. Miyaldi. Voy, jonimda jiq taqsilab, ama ortiq taqsi o'xshamamdi. Ay, Men choydandim ishkisi vakina. Voy. Vallahi men cheyneklarda ham. Bunda ortiq narsa chiqib o'yingizda. Maydama. Ay, mani. Ortiq bo'lsa ichikdaymi? Yo'q, ha? Mana. Shunda ortiq narsa chiqqan jimusni o'yingizda. Voyjon. Ma, endi ishlatmasangiz ortiq bo'lsa edi olay. yo'q. Mana, ma'qul tutib qo'ysangiz. Mana. Endi cheynekni men olaymi? Ha, ma'qul. Rahmat. Men yana kirma. Odimjon. Ha, chiqib borib bo'lsam, mana. Adasam deb olayman.
Rahmat sizga. Yo'q, hech qisi yo'q. Xo'sh, Alimjon. Bular fikrim tezroq buni qo'ya. Voy, mana. Qaroyg'im bilan mani o'xshagan ishtim bor turba. O'tgan kun siz kiymayman degandingiz. Kiymisi deb ortiq qo'ygankini bir pasha qachon berib tutman-ku. Ortiq o'g'indikini deb berib o'tdim. Endi o ayol kirib, "Ma bolalarning oldimi birisi ortiq desa, uni berib o'tamanlar." Voy, chaqchaqim ha. Unda xo'sa ilg'ani beritayli. Arslan aka menga o'yin qilib ber. Pul beritayli. Seni beritayli. Bo'lsa samoqda cho'g'anki berdi. Pasha xopa ko'tirish beray, davatmamdim. Men qaytimchu, pasha xocham kirgandichu, masofani, men ustani ko'tirish ber. Bo'lmasa echkitib bulamay qolsin mufkan. Voy, men uni taniq degan. Menchu cho'cha kitob turim Alimjon biryapti. Oddan qilsa bolam, apamni bolasi emasmisan? Pasha xocham ajab yuz qilgan ayolga. Qo'liga chiqqan narsani o'z o'yiga to'shiydi ekan. Mush bolla bo'lmasa bu uyda ajab bir jimjit bo'lib qoladi ekan. Voy, shundan pasha xocha. Bu uy deganmi shu bolalar bilan jannatga emasmi? Shundan. Ben kendi uyinglarga kirib, mushu turmushingizga daxl yetkazmagandim-a? Yaqay. Voy, yo'q. Hozir shaharlish qarab taraqqiy qilayotgan mush zamonda qo'shnilar orasidagi esil an'analarimiz, mehr shafqat, mehr muhabbat suslab menyotidi. Binoning qavassoni egizlagan siri qo'shnidochilik munosabatlarimiz to'van qarab menyotidi. Odam bilan odam bo'ladi emasmi? Hargiz bunday qo'yilma. Ajab yaxshi gap qildingiz. Shu qo'lim qo'shni degan xuddi tuqqandek nihoyatda inoq o'tishi kerak-da, og'irlik saqlamaslik kerak. Meningcha har qanday ishqa sal orliq saqlab qo'ygan yaxshimiki? Orliq bek jiroq bo'lib ketsin bo'lmaydi. Orliq bek yaqin bo'lib ketsin bo'lmaydi. Hamma ishning normalroq qo'yg'ini yaxshimikan? Voy, gapingizni tushunmadim men. Men chiqaychima. Ma'qulmiz. Voy, o'tiring. Birdan Men yan kirim. Alfay chiqmadimi sen? Yo'q. Rahmat. ajab bir quruq xil chiqib Voy, xo'sh. O! Maaşına. Bakın lan. Bakın lan. Jim tura bular. Ma Paşaxon degan ayol nemish ki bugün bizning uyga chiqmaydik desam, ma gezitib chiqib kelmasmi? voy shunda ham shu'g'u Bak, tura. o'qma chiroq o'qma Şehrimizden Rahatbağ Ultraq rayonunda tüven kapaletlik ve namran ailelerge illıqlıq yetkizüş faaliyeti kanat yaydırıldı. Rahatbağ Mahalli Komitetinin hizmetçisi Paşagül'ün başlangıçlıqda ahaliler ailesideki artıqçı turmuş buyumlarını bəs bilen iyanı qilishdi. Asli bizning uyga ichib ketgan narsani yonib ketganda. biz hatto shuni bika tas qopdik ha. Shuni deymi? Qiziq. Ayol kim bu? Bu ayolning o'zi chiroydan bir mehribonlik chiqib turibdi. Tova. Ekrana? Ekran rasmga ko'ra ekran. Mana. Chiroyli turib ketganni. Ağzını ayığı. Kim? İkinci kotamda dursa.
Okey. Bak, Başak abam. Kelin. Kirin paşa kaça kirin. Keş oğan yani yan toplar sizde kirin. Neymi lazım olsa ileri olmuş mu hem de? Ya. Ben iyi an toplamadım. Oy bu Oylap baksam, sizning degan gaplaringiz bek to'g'ri ekan. Ma erim bilan qopulishib qilib, orliq saqlay deb, sizlarni uyiga yetib kirdim, so'nib. bu siz mi bir narsa deyishib qolamsiz da? Shuni demamsiz. Men maldiki yaxshi yomon, cho'ng kichik ishlarni yaxshilayman deb. Chipib yuribdimi? O'zimni uyiga faqat ko'ngil bo'lmabdim emasmi? Dad yo'q kim bado. Bo'ldi ko'nglingizni yerim qilma paşa kaça. Shuning uchun sizni uyingizni qo'naylab kirdim. Qaysi uyda yotsam bo'la? Hücum balıklar. Sen konuşuyorsun. Yok mu yanına kalkıyorsun? Sen oldun da vallahi koyun. Vay bana. Vay bana. Yok. Ne oluyorsun? Babam da gerçekten böyle. Kim biliyor da özgürlüğe iş falan da